Bu yaxshi ish emas-da, Mayxara-kun. Asanagi deng? Ha, xuddi o'zi. Sinfdoshimiz u, lekin bugun birinchi marta yakkama-yakka gaplashyapmiz. Shunaqa, menimcha. Shoshma. Bugun muhim ishim bor deganding-ku. Oh. Buni qara-ya, Mayxara-kun. Boya yu bilan gaplashib turganimizni eshitib turganmiding-a? Atayin bizani eshitib turgansan. Quloqsiz bola. Yo'q, bunaqa emas. Kechir. Hechqisi yo'q, chunki sinfni o'rtasida bor ovozimiz bilan gaplashib o'tgandik-da. Har qanaqasiga ham gapimiz eshitilardi. O'zi aslida dugonam uchun men uzr so'rashim kerak. Yo'q, bu meni aybim edi. Bilasanmi nima? Yo'lga aytgan gaplarimni yarmi rost, yarmi yolg'on edi. Bugungi asl maqsadim. Manmidim? Ha, sen bilan gaplashib olishim kerak. Okey. Okey. O'zim senga gapirish uchun jasorat topishimga to'g'ri keldi. Mana, o'qib ko'r. Yo'q, rostdanmi? Yo'q, rostdanmi? Yoqtirgan narsalari, kola va boshqa gazlangan ichimliklarni o'lgudek yaxshi ko'raman. Fikr, o'zimga ruhan yaqin inson topdim. Agar do'st bo'la olsak, juda xursand bo'lardim. Yoki shunga o'xshash. Bular maktabni birinchi kunida yozganlarimdan farq qiladi, lekin qo'limga qalam olganimda xayolimga faqat shular keldi. Men ham o'zim haqimda senga o'xshab ochiq yozganimda shunaqa bo'lardi. Tushunarli. Xo'sh, menga nimani tavsiya qilasan? Bu janrda hali ko'p narsani bilmayman. O'zingni tanishtirgan kuningdan beri bu haqida menga gapirib berishini kutib yurgandim. Ano, qani ko'richi, agar o'z ditimga tayanib tanlashimga qarshiliging yo'q bo'lsa, mana bunisiga nima deysan? Piranya akula nima degani o'zi? Ularni kichraytirishda nima foyda bor? Undan ko'ra shunchaki odam ko'r piranyalar deb qo'ya qolish kerak edi. Bundan tashqari muqovadagi mana bu qo'rquv ifodasi ham juda kulguli. To'g'ri aytasan. Yangi g'oya o'ylab topishga harakat qilishgan. Hech bo'lmaganda shuning uchun ularni hurmat qilaman. Bu biroz kung-fu akulani eslatib yuboradi-ya. O'g'oy, mana buni bilaman. Dahshat kino. Cringe, lekin baribir yaxshi. Qo'shilaman. Shunaqa, hech kimga sezdirmasdan Asanagi bilan do'stlik munosabatimiz boshlandi. Oxirgi paytlar ko'proq mashq qilgim kelyapti. Yaxshi fikr, qanaqa mashg'ulot qilmoqchisan? Bilmadim, nima deysan, Umi? Bilmadim. Oh, bizga nima deysizlar? Zo'r fikr. Oldin o'ynab ko'rganmisan, Ninachi? To'g'risini aytsam, yo'q. Yo'q, Mayxara. Yo'q. Allaqachon ovqat buyurtma qilib bo'ldim. Etib qo'ygan narsalarimni yeyaverasanmi? Mayli. Baribir ikkalamizni ham didimiz deyarli bir xil-ku. Aytgancha, nima buyurtma qilding? O'tgan safar biroz ta'msizroq narsa olgandik. Shuning uchun bugun eng kuchli ta'mlisini tanladim. Farishta va shayton sarimsoq, pishloq va teriyaki jo'jasi, 2 hissa pishloq, mayonez, qo'shimchalar va 3 hissa sarimsoq piyoz. Nima buyurtma qilishni bilasan, Mayxara? Nima bo'lgandagim, yana bir haftani o'tkazganimiz bilan tabriklayman. Xo'sh, bugun qanaqa o'yin o'ynaymiz? Yana Hunter o'yinida resurs yig'amizmi? Bu ham unchalik yomon variant emas. Lekin bugun PvP o'ynagim kelyapti. Shunaqami? Nima menga qarshi chiqishga jur'at qilyapsanmi? Sana shunaqangi tarzda otib tashlaymanki, ikkinchi teshiging ham ochilib qoladi. O'tgan hafta 10-0 hisobida yutqazgan qiz aytayaptimi shuni? Uyda yaxshi tayyorgarlik ko'rib keldim, bo'ptimi? Bugun hisobni tenglashtiraman, shuning uchun mendan uzoqroq yur. Bo'pti. To'xta, Asanagi. O'yindagi asablaringni poldan olma. Pastdagi qo'shnilar eshitib qolsa yomon bo'ladi. Boshqasini qo'y. Boshqa o'yin o'ynaymiz. Voy, vaqtni qara. Ana endi ketmasam bo'lmaydi. Mayli, bugunga shunchasi yetar. Ha. Yig'ishtirishga men ham yordam beraman. Kerak emas. Stakanlardan boshqa yuviladigan narsa yo'q-ku. Nima bo'ldi, Mayxara? Nega qomatimga bunchalik tikilib qolding? Uyatsiz. Yo'q, shunchaki menga o'xshab ko'p yesang ham qanday qilib bunchalik ozg'in ekanligiga qiziqib qoldim. Ko'p yesam ko'p mashq qilaman-de. Aslida unchalik ham ozg'in emasman, shunchaki sen o'zing semirib ketmassan. Himoyala. Mana senga. Aha, tushunarli, demak sana zaifchilik shu yerda ekanda, Mayxara. Nima qilsam ekan-a? Bugun mana o'yinda rosa to'pposlaganingdan keyin ozgina asablarim buzilib qoldi-de.
Bas qil! O'g'il bola bo'lsang ham baqirishni yirtib orar ekansan-da. Ha, bugun ham juda mazza qildim. Endigina atigi 3-marta birga vaqt o'tkazyapmiz. Bunchalik tez topishib ketamiz deb kim ham o'ylabdi deysan? Buni sababi bor. Dillarimiz o'xshashligini bilaman, lekin bular haqida men bilan gaplashayotganingni o'zi o'zgarib borayotganingni ko'rsatadi. Yo'q-e, darrov qiz bolani o'zini uyiga boshlab kelgan mayxarachalik g'alati emasman. Boshqa ilojimiz yo'q edi. Mani hayolimga kelgan yagona narsa uyda video o'yinlar o'ynash edi. Shunaqami? Bu gaping ham to'g'ri. Demak, kelasi haftada ko'chada aylanib yuramiz, maylimi? Mayli. Nima? Shoshma, to'xtab tur. Nima? Ish qilib kelasi haftada ishing yo'qmidi? Yo'q, buni aytmayman. Bundan keyingisini aytyapman. Ko'chaga chiqamiz deganimi? Ana shuni, chiqamiz deganda hovlimas haqiqiy tashqarini nazarda tutyapsan, to'g'rimi? Ochiq havoni. Yana nimani aytishim mumkin edi? Yuqori sinf o'quvchilari deb vaqti bilan shaharga ham chiqib turishimiz kerak. Nimadir sotib olishimiz, ko'chada ovqatlanishimiz va o'yin avtomatlari yoki shunga o'xshash joylarga borishimiz mumkin. Faqat uyga kelaverganimda xijolat bo'laman. Shuning uchun kelasi safar senga tashqarida qanday dam olishni o'rgatish to'g'ri bo'ladi deb o'yladim. Ana, to'g'ri tushungan bo'lsam, faqat ikkalamiz birga aylanamiz deb aytmoqchisan-a? Albatta shunday. Biz hali sinfda hech kimga do'st ekanligimizni aytmadik-ku. Bu haqda ikkalamiz gaplashib kelishib olgan edik. Men sinfni bir chekkasidagilardanman, Asanagi esa sinfning e'tibor markazida. Agar odamlar bizni birga vaqt o'tkazayotganimizni bilib qolsa, ko'p gap so'z bo'lib ketishi mumkin. Ha, tushundim. Men bilan darsdan keyin uchrashuv seni hayajonlantirib qo'yyaptimi? Uchrashuv deysanmi? Yo'q, aslida unaqa emas. Hammasi yaxshi bo'ladi. Agar biror sinfdoshimizga duch kelib qolsak ham sezib qolishlariga yo'l qo'ymayman. Yoshi ketsan-ku, hayotingni bir marta bo'lsa ham sarguzashtni his qilib ko'r. Ish qilib hech nima bo'lmasmikin-a? Men hammasi joyida bo'ladi deb o'ylayman-u. Yana nima kerak senga? Buni ustiga birov bilib qolgan taqdirda ham shunchaki uchrashib yurganimizni tan olishimiz mumkin. U va men ikkimiz uchrashib yuribmiz deb. Lekin ikkalamiz aslida uchrashmayapmiz-ku, a? Hazillashyapman-u. Xullas, kelasi hafta uchun reja shunday. G'alati-ku. O'g'limmi gapini noto'g'ri eshitdimmi? Har ehtimolga qarshi yana bir marta qaytarib aytibor. Yana qaytaraman. Kelasi hafta juma kuni darsdan keyin do'stim bilan aylanadigan bo'ldim. Shunga menga yana ozroq pul berib tursiz deb so'ramoqchi edim, oyi. Aslida yomon odamlar ish qilib senga pulli deb zo'ravonlik qilishmayaptimi? Yo'q, u shunchaki do'stim. Dag'ini u xayoliy do'st emasmi? Unaqa emas. Oh, demak o'g'lim nihoyat do'st topdi-de. Senga ko'proq pul kerakmi? Albatta beraman-de. Ma, ol. Yo'q, buncha ko'p pul kerak emas. 2000 yen bersangiz ham yetadi, oyi. Rostdanmi? Yana kerak bo'lib qolsa menga albatta aytgin, xo'pmi? Sen uchun xursandman, Makki. Rahmat. Xayrli tong, Asanagi. Vaqting bormi? Xayrli tong. Pulingni oldingmi? Ha. Ura! Meni mehmon qilarkansan-da. Aslo, xarajatlarni teng bo'lishamiz. Nima bo'lsa ham senga keyinroq yozaman. Bo'pti, maktabda ko'rishguncha. Okay. Yujin, kechagi qismni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Bosh qahramon anavi sahnada juda zo'r o'ynadi-ya. Kechirasizlar, kecha to'g'ridan to'g'ri jonli efirda ko'ra olmadim. Shunaqami? Ba'zi narsalarni qidirayotgandim. Qarasam vaqt o'tib ketib qopti. Uni hozir nimadir qildingmi? Shunchaki belim qichishdi. Biror nima chaqib olgan bo'lsa kerak. Men rostdan ham Asanaga senga yaxshi do'st bo'la olyapmanmikin, a? Xo'sh, senpai, nima gap? Nima haqida gaplashmoqchi edingiz? Ha, senga aytmoqchi bo'lgan gaplarim bor edi. Voy, u sevgi sor qilmoqchiga o'xshaydi-ku. Qani, bu yoqqa. Meni kutib tur. Voy, Xo'sh, sektorov bunaqa baqisang sezib qolishadi. kechirasan. Iya, moya qarakon. Amami. Nima? Sen bu bolani taniysanmi, Yujin? Nimalar devosan, Ninachi? Taniysanmi deysanmi, u bizning sinfimizda-ku. Mayxara Maki. Mayli, nima bo'lganda ham. Bizga yo'l berasanmi? Agar yo'limizni to'sib tursang, Asanagini poylolmaymiz. Asanagi. Qani, Yujin bu yoqqa kel. Men Asanagi. Agar yo'q demasen, men bilan uchrashib yura olasanmi?
Asl